Gemoroy muammosini unuting. Buni operatsiyasiz yechimi bor. G'oz yog'i va tuya o'rkachidan olingan Hozirgi kunda internetda mashhur bloger va san'atkorlar tomonidan reklama qilinayotgan dori vositalari gemoroy kasalligini davolay oladimi? Gemoroy kasalligini davolashda 3 ta muhim omil mavjud. Birinchisi, kasallikning darajasi. Ikkinchisi, dori vositasini samarali effekti. Uchinchisi, kasallikka olib keluvchi sababchi faktorni bartaraf qilish. Agar bu uchala omil birlashsa, albatta siz bu kasallikdan butunlay xalos bo'lasiz. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilinayotgan dori vositasini samaradorligi qanaqa? Bu dori Farim komitetida registratsiyadan o'tganmi? Dorini organizm uchun foydali yoki zararli taraflari isbotlanganmi? Agar quyidagi savollarga siz javob topsangiz, albatta o'sha reklama qilingan dori vositasidan foydalaning. Agarda yuqoridagi savollarga javob topa olmasangiz, bu dorilardan foydalanmang. Chunki sog'lig'ingiz uchun bu narsa juda ham zararli bo'lishi mumkin. Internetda reklama qilingan dori vositasini qabul qilishdan oldin albatta malakali shifokor bilan maslahatlashing.